fond bozoriga, investitsiya sohasiga, trading sohasiga kirib kelayotganlarga men shunchaki yuzaki qaramaslikni maslahat berardim. Bu yuzaki qaraydigan narsa emas. Bu yerda juda katta nahanglar bor deydi. Shunaqa katta igroklar bor. Bu hazilakam narsa emas. Bir kunda boyib ketaman. Bitta bitim bilan boyib ketaman. Bu eng katta xato. Mana shu sizni halokatga yetaklaydigan narsa. Tez kelgan narsa tez ketadi. Sizga 10 so'm beryaptimi? Siz o'sha yerdaga 10 so'mga qanoat qilmaysiz. Siz 20 so'm olishga harakat qiling. 20 so'm berib turibdi bozor. 20 so'mda ham olmaysiz, siz 30 so'mga harakat qiling. Siz o'sha 30 so'm olaman deganingizda siz minus 50 so'mda turgan bo'lasiz. Ana qaytadi. Mana qaytadi. Yo'q, bozorda qaytara olmaysan, bozor qiyin. O'zimizni tilda tushuntiradigan bo'lsak, oqimga qarshi suzmagan. Oqim ketyapti, bo'ldi, o'ngga qarab oqim. Bo'ldi, oqimga qo'shilyapti, o'zing nasibangni olib chiqib ket bu. Bilim orqasidan quvsalaring ko'p kuttirmaydi. Uzog'i 1 yillarda o'sha sizlar o'sha foydaga chiqishni boshlaysizlar. Qisqa muddat bo'lsa ham o'sha ustozlarimiz aytganini qilib, qilma deganini qilmaganligimiz uchun Ford Fusion C modeli amerikanskiy gibrid mashinasini xarid qilishga erishdim. Undan tashqari xalqimizda bitta gap bor. Telefon olsang, iPhone olganda telefon dardini unutasan degan gap bor. O'sha savdolarimiz yaxshi bo'lganligi uchun o'zimga, ayolimga iPhone 16 Pro Max telefonini olib xarid qilibga sovg'a qildim. Boshida o'qishni boshlayotganimizda ustozimiz Feruzbek Aliyev aytdilar, oylik qancha daromadga rozi bo'lasizlar deb aytgandi. O'sha payt kimdir 20% dedi, kimdir 25% dedi. Keyin aytdiki, eng muhimi degan, o'zingiz qo'ygan kapitalingizni saqlab qolish va uni bosqichma-bosqich ko'tarib borish deb aytganda, uni boshlarda u gapni mag'zini chaqmaganmiz. Men o'zim uchun qat'iy belgilab olganman. Misol uchun oylik misol uchun deylik 10% yoki 15% atrofida daromad bo'ladigan bo'lsa, bu men uchun katta yutuq bo'ldi. Muhimi men minusga chiqmasligim. Bu o'shani o'zimda odatni shakllantirdim va shuni ustida ishladim va bu o'sha odatni shakllantirgancha oson bo'lgani yo'q va hozir o'sha o'zini mevasini beryapti. Asosan tradingga kirib kelishimning asosiy sababi undan oldin investitsiya bo'yicha o'qiganman men. O'shanda ijtimoiy tarmoqlarda Feruzbek Aliyevni kuzatib borardim men. Kamida 1,5 yil yo 2 yil kuzatganman insonni va u bilan 2024-yil 16-mayda Toshkentda Toshkent Trading forum bo'lgan. O'sha yerda bilet sotib olib, ishdan chiqib o'zim bu paytlarda davlat ishida ishlardim, organda ishlardim. Charchagan bo'lsam ham borganman, o'zim oyda yilda bir dam olish kelardi. Bitta o'sha yakshanbani ham qurbon qilib borganman. O'sha 16-may esimda qolib ketgan. Nasib qilib avgust oyida men pensiyaga chiqdim. Keyin birinchi bo'lib qiladigan ishim o'sha Uranusga borib hujjat topshirish bo'ldi. Oktyabr oyida boshlangan bo'lsa, bizga telefon qilishdi. Xudo xolasa 18-oktyabrda dastlab tanishuv darsi bo'ladi dedi. O'sha paytda F30 guruhida o'qiganmiz. Ustozimiz Bobur edi. Yosh edi, tartib-nizom, o'zini psixologiyasini yig'ishtirib olgan yigit edi. Hurmat qilardik. Kelganda sharoitlar ko'rmay to'g'ri hayron qolganman. Bu kompyuterlar o'shanda men orzu qilardim-da, o'sha offlaynda, o'sha Uranusda o'tirganimni orzu qilardim, tasavvur qilardim hayolimda. Orzu maqsadga aylandi, ro'yobga chiqdi. Men shu yerda o'tiribman deb birinchi o'sha qizg'onchiqlik bilan mana shu birinchi partaga o'tirganman-da, keyin mana shu partaga o'tirganman. Umuman men bozor, moliyaviy bozor, ularning ichidagi terminlar, atamalar haqida umuman xabardor bo'lmaganman shu paytgacha. Va hammasini men ikkilamasdan aytaman, hammasini Uranusda o'rgandim men. Boburda juda katta hissasi bor. Yana Bobur unda o'sha ba'zi boshlang'ich anaqalarda aktiv bo'lganmiz. Keyin mana bu statistikani qilish uchun, mana statistikani orqaga qaytarish uchun Bobur rosa ko'p bizga anaqa berardi. Uy vazifasi. Ba'zan men to'g'ri yomon ko'rib ketardim Boburni. Tushunmaganga kelib tushunardi. Agar mabodo kimdir vaqti bo'lmasa 1 soat yoki 2 soat oldin kelib yoki uyidan dam olish vaqti bo'lsa ham kelib vaqt ajratardi o'sha inson. Men juda ham hurmat qilaman o'sha insonni. Sog'inardik. Darsga ketardik, chiqib yana qaytib kelish sog'inardik. Keyin Bobur aytardi, hali shunaqa o'quvchilar chiqarmadi, mana sizlarni ko'p sog'insam kerak deb aytardi. O'shanda tradingga, investitsiya sohasiga kirayotganimda birinchi qoidalardan bittasi, hech qachon senda kelayotgan daromading bo'lmasa, bu sohaga kirma degan bitta oltin qoida bor. Sen kirding, boyib ketding degani emas bu yerda. O'zini treyderlarda yo'nalishi bor. Jo'jalar bor, akul nahanglar bor. Biz hali jo'jamiz o'tda bor-ku. Qo'shimcha sohang bo'lmasa, sen o'zingni uporingni bu yoqqa beradigan bo'lsang, sen uje
aniqlikni yo'qotasan. Senga teskarisiga o'sha zarariga ishlashni boshlaydi. Qo'shimcha soha bo'lishi shart. Men misol uchun bitta tradingga bog'lanib qolgan emasman. Misol uchun harbiy sohada aytdim, ishlab chiqib hozir misol uchun pensiyam bor, har oyda men pensiyam keladi. Erkak kishiga 40 hunar oz deb mono markazga o'qishga topshirganman. Mono markazga hozir santexnik va chilangarlik bo'yicha o'qishni boshlaganman. O'qiyman. Dastlabki bu sohaga kirib kelgan paytlarimda shanba, yakshanba degan narsalarim yo'q edi. Shanba, yakshanba kunlari ham Bitcoin bozori ochiq bo'ladi, har doim bilasizlar. O'sha Bitcoinlarda ham savdo qilib ko'p vaqtimizni kompyuter vaqtida olib o'tkazardim. Hozirgi kunlarga kelib shanba bozori kunlari umuman bozorga qaramayman. Asosan dushanba kundan boshlayman. 4 soatlik time frame'da va 1 soatlik time frame'da ishlashga harakat qilaman. Hozirgi kunlarga o'sha sekin D1 time frame'ga o'tib ishlashga harakat qilyapman, chunki statistikalarni qilganimizda D1dagi kamida 70-80% ishlab beradi. Va shu kunni yarmiga borib, o'sha biz bitimlar ochishga harakat qilaman. Agar mabodo bitim bo'lmaydigan bo'lsa, men bu bozorga yaqinlashmayman. Ustozimiz Feruzbek Aliyev aytardi, hamma strategiya ishlaydi. Shuning uchun strategiyaning necha foizini, psixologiya necha foizini bilim tashkil qiladi deganda biz ko'pchiligimiz 50-50, 40-60 shunaqa derdik. Yo'q degan. 95 ga 5 degan. 95% psixologiya. Agar siz 95% psixologiyani to'g'rilay olmasangiz, o'zingizga o'zingiz kelishib, intizomga amal qilmaydigan bo'lsangiz, faqat yutqazasiz. Men mana shu Napoleon Hillni O'yla va boy bo'l degan kitobini kamida 2-3 marta o'qib chiqqanman. Bu insonni o'zgartiradi. Men bu yerda sizda o'zingizda misol uchun ruhiy kechinmalaringiz, siz nimani xohlayapsiz, sizning hozirgi darajangiz qanday, hammasini shunchaki ko'zguga namoyon qilib chiqarib beradigan kitob hisoblanadi. Mana shu Napoleon Hill kitobini tavsiya qilaman. Va pul yig'ishni bilmayotgan, men boy bo'la olmayman, men qanday pul yig'aman deydigan insonlarga Bodo Shefer germaniyalik katta tadbirkor bor. O'shani moliyaviy erkinlik sari yo'l degan kitobi bor buni. Siz qayerda qanday xato qilyapsiz? Siz nimani bilyapsiz-ku, nimaga amal qilmayapsiz? Hammasi haqida barcha muhim ma'lumotlar mana shu kitobda joylashgan. Bu kitobni обязательно sizlarga tavsiya qilaman. Moliyaviy erkinlik sari yo'l degan. Juda tez boyib ketamiz. Voy 4 soatlik shamlarni qachon kutamiz? 1 soat qachon yopilar ekan? Shu 15 minutda skalpingni qo'ya qolsak-chi degan gap so'zlar. Yo'q, hozir biz 1 kun ham kutamiz bemalol. 1 kunlik shamga qarab ham o'sha biz analiz qilamiz. Daraja qayerga ketyapti, nima qilyapti? Kirsak bo'larmikan, bormi yo'qmi bu yerda signal? Signal bo'lmasa yo'q, bo'ldi. Boshqa ishimizni qilib yuraveramiz. Ichiga kirib qotib qolmanglar deb, chunki boshqa qo'shimcha mashg'ulot ham bo'lishi kerak inson. Boshqa qo'shimcha mashg'ulot bo'lmagandan keyin mana bu shamlar sizni aldashni boshlaydi. Shamlar aldagandan keyin siz bilingki, siz yo'qotasiz, slif qilasiz. Bozorda stop loss olmagan trader hech qachon trader bo'la olmaydi. Men bundan arzon aniq 100% kafolatim aytaman. Stop loss olmagan trader bu trader bo'la olmaydi. Bu haqiqiy trader emas u. Turmush o'rtog'imga rahmat aytaman, chunki u meni qo'llab-quvvatladi, qiyin paytlarda ham, quvonchli paytlarda ham har doim yonimda turdi. Chunki ko'p slif bo'lib tushkunlikka tushib qolgan paytlarim juda ko'p bo'lgan. Mening bitta gapim bor edi. Bo'ldi, men uzlatga ketdim deb aytardim. U tushunardiki, yana yo'qotganman pul. Ana shu paytda biror marta siz uncha pulni yo'qotdingiz deb ta'na qilmagan. Men buni hech qachon unutmayman. Har doim qo'llab-quvvatlagan. Yo siz yana sizda bilim bor muhimi, siz mayli bugun yo'qotgansiz, ertaga обязательно yana oyoqqa turasiz deb qo'llab-quvvatlab har doim meni yonimda olib kelgan. Ana shu poddeshkalar, motivatsiyalar menga yordam berib, shu darajaga yetdi. Mana 1 oyim bo'ldi. Mana shu mashinani olib, hozir yaxshi kunlarga ota-onamizni, yaqinlarimizni xizmatlariga bajonidil dastyor bo'lib xizmat qilyapti. Stop loss bu haqiqiy treyderlarni kuchli treyderga aylantiradigan narsa. Faqat uni ham chegarasi bo'lishi kerak. Agar siz bilimni orqasidan qo'yadigan bo'lsangiz, обязательно take profitlar ko'payadi. Kuchli treyderlarning gaplari bor, aytadiki, sen 10 ta bitimdan 6 tasini foyda bilan, 4 tasini zarar bilan yopsang ham sen foydadasan. Shuning uchun aytadiki, birinchi o'rinda sen foyda olishda emas, pulingni yo'qotmaslikni o'ylagan. Ana o'shanda sen yutuqda bo'lasan. Men biror joyda ko'rmaganmanki, o'qishni bitirgandan keyin bizni dargohimiz hamisha ochiq degan so'zni eshitmagan. Borganmiz, bormaganmiz, o'zimizning shaxsiy muammomiz bilan ham yoki o'zimizning shaxsiy bitimlarimiz bilan biror marta ko'ksimizdan yetalmagan.
qo'lidan kelgancha yordam bergan. Minimalniy raqamdan zarar bilan chiqib ketishimizga yordam bergan qo'lidan kelgancha. Bu yerda ustozlar bo'lmasa har bittasining o'zining ishi bor, o'zining o'quvchilari bor, dars berish kerak. Shularga qaramasdan aniq esimda Jasur Kalanov Nodir aka, Boburni o'zlari juda katta maslahatlar bergan, o'zlari vaqtini emas, o'zini bilimlarini hech qachon emas. Faqat menda bo'lsin, men boy bo'lay degan narsa yo'q Uranosda. Hammaga bo'lsin. Kim Uranos jamiyatidan chiqayotgan bo'lsa, muvaffaqiyatga erishsin. Uranos yuzini misol uchun O'zbekistonga, undan keyin Markaziy Osiyoga, undan keyin sekin jahonga olib chiqsin degan asosiy maqsad shu. Bo'ldi, keldi, o'qitdi, biz uni pulini oldik, endi bu bilan ishimiz yo'q degan narsa yo'q Uranos. Imkon qadar muvaffaqiyatga erishsa, bu ularning yutug'i. Chunki ular muvaffaqiyatga qarab qolmagan, chunki ular hammasi kuchli ustozlar, o'zining bilimi yetarli, o'zining moliyaviy, misol uchun nima deydi? Moliyaviy taraflama hammasi baquvvat. Shuning uchun nima qiladi? Ular qolganlarni ham olib chiqishga harakat qiladi. Va mana shu boshlang'ich kursda ma'lumotlarni olib, bilimlarni olib, men shu natijaga erishdim. Обязательно bitta narsani aytamanki, bu narsa ota-onaning duosiz bo'lmaydi. Dadam har doim yoki onam ham har doim takrorlaydi. Aka-ukalar bir-birlaringni tashlab qo'ymanglar, har doim bir-birlaringga mehribon bo'linglar, bir-birlaringni qo'llab-quvvatlanglar. O'qishdan hech qachon zerikmanglar, o'qishdan hech qachon dangasalik qilmanglar deb ota-onam o'rgatib kelgan shu paytgacha. Ota-onam ikkalasi ham o'qituvchi, ziyolilar oilasida tug'ilganman va birinchi ustozlarim deb bemalol ota-onamni ayta olaman. Xudo xolasa, keyingi maqsadlarim albatta pro kurslarda o'qish niyatim bor. Pro kursda biz Hakim akaning bir ikkita darsini olganmiz, bonus darslarni juda bizni qiziqtirib qo'ygan inson. Bu yerda faqat intizom, yana bir strategiyalar, o'zini nima deydi, yanada kuchaytirish, rivojlantirish haqida darslar bo'ladi. Xudo xolasa, keyingi asosiy maqsadim o'sha Uranosda pro kursda o'qib, yana ham kattaroq muvaffaqiyatlarga erishib, atrofdagilarimga, yordamga muhtoj insonlarga yordam berishni maqsad qilib qo'yganman.